Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun 18-may kuni video syomka qilyapman. Kartoshkani qozyapmiz. Kartoshka hosili yaxshi bo'lgan, katta. Shu ekilayotgan paytda va'da qildim. Hosilni ham ko'rsataman deb. Kartoshka. Biyogomisda. Foydasi. Tagidan ham ustidan ham soldik. Ha, dehqon uka. Mana dehqon ukamiz mana qozyapti. Sherzod ukamiz. Qanday bo'pti hosil, yaxshimi? Bo'ladi. Zo'rmi? Hosil. Olding. Mana dehqon ukamiz bor. Sherzod. Bizga yordamchida bu ukamiz. Mana biyogomis ilagani ham keladi. Ikkovimiz biyogomis ham yelaymiz. Kartoshka qozishgan kepti. Biyogomisni ham yelaymizmi? Ha. Hozir nariyoqqa nima qilgan? To'kkan joyini ham ko'rsataman hozir. 2 oyda tash tayyor qoldi. Kovlab yeb boshlaganimizga ham 1 oy bo'ldi. Shega daraxt tagiga soyaga tikyapmiz. Katta mayda. 100 kilo yeguvdik. Yegani. Qozib olyapmiz. Anaqa piyozga ham beruvdik, 7 pol shu yer nariyoqqa ekkan edik. Piyoz ham bir stukiga 1 tonnadan berdi-da, bir 4 stukka yeguvdik. 3,5 tonna, sal bo'lmasa 1 tonna yerdi. Bu yerda biyogomis bosib qo'yibmiz. Kimga chuvalchang biyogomis kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Shu bilan qisqacha videomni yakunlayman. Ochiqqa pomidor ekkanmiz. Pomidorlarim yaxshi qolgan. Videoga like bosib, podpisatsiya qilishlarini so'rab qolaman videoni rivoji uchun. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb qolaman.